Yaxshi keldingmi bolam? Ha, yaxshi. Ichdingmi? Yo'q, men ichmayman-ku. Ha, yolg'on bo'lmasin, bir piyola qimiz ichdim. Qara bo'lmasa janjal qilma, baqirmada sekin kirib uxlagin bolam. Yo'q, men janjal Nima qilmayman. bo'lyapti ona? Mana aka ichib ketdi, men aytmayman, janjal qilma, baqirmasa meni quloq solayapti. Ichsiz kirib Yo'q, yotmaysizmi? ichganim yo'q, bir piyola qimiz. Qancha ichsangiz ham siqsa ichinglar aka. Nima kerak Janjal Mana akam ichib olib janjal qilmoqchi bo'lyapti. Ichganim yo'q. Sharmani bilan qo'yib ketding. Voy qo'shni, nima janjal, nima to'polonni uxlashga berasizlarmi o'zi? Ko'rmayapsizmi akam ichib olib yangam duryapti-da endi. Janjal qilmoqchi bo'lgan. Ichgan odam bilan sporlashmaydi, uxlatib olmaysizlarmi? Aka, yana ichib keldingizmi? Stop, bo'ldi. Bir piyola qimizga shunaqa qilib o'rayotgan bo'lsangizlar, it bo'lay, kuchuk bo'lay boshqa ichmayman-a, o'ldirib yuboringlar. Bechora qizim. Bo'ldi, ichmaydigan bo'ldi. Qizim bilan yomon aygirish qilding-da. Ketib qolmanglar, hop, adelikka qurishni o'ynab beramiz. Dadam kelsa biz tomdan tushib beraymi oldiga?